Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar, bugungi mashinamiz Lacetti mashinasi. Hop, bu mashinamizda bo'layotgan problema senkronizatsiya yaxshi ishlamayotgan ekan. Pult yaxshi ishlamayotgan ekan. Keyin pultlasa ayni ko'tarmayotgan ekan. O'zini klyachatordan ko'tarsang ko'tarmayotgan ekan. Mana sababi cho'tkasi tugagan. Motorchi ayni motorchini shu cho'tkani bitta yasab ko'ramiz. Agar yaxshi ishlasa, xudo xolasa o'zini qo'yib yuboramiz, yasasa bo'ladi. Bo'lmasa keyin yangi qo'yib yuboramiz agar o'xshamasa. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, kelaverasiz akalar. Hozir video davomga qo'yib yuboramiz. Agar remont qilganimiz o'xshasa aytamiz, bo'lmasa o'sha yangi qo'yganimizni aytamiz akalar. Sog' bo'linglar. O'zini remont qilib oldik. Cho'tkalarni aylantirib qo'yib berdik. Xudo xolasa. Xudo xohlasa qo'ymasa yana ishlaveradi. Xudo xolasa qanaqa chiqdi. Joyiga qo'yamiz. Mana ko'rsam bo'ladi. Padyonni yechmagan holda. O'zi turish holatda mana shuni yechib oldik akalar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, telefonlashib kelaverasizlar. Kiralarga yozib qo'yamiz nomerlarimizni. Hozirgi motorchimizni yig'ib oldik. Xudo xolasa remont qilingan holati. Yangi naqa ishlayapti. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, telefonlashib kelaverasizlar.